Bu video haqida Linchongning 6-qismi. Linchong Sangjuga palangandan keyin ajrashdi. Bu qig'ini rostila xotin uchun foydalimi? Xotinni yaxshi ko'rganlik uchun mushunda qildimi bu Linchong? Mush manzilga qarasak, Linchong Sangjuga palanib bangan vaqtda buning qaynotasiga oxirgi bir may sharab bilan bir mehmon qo'lay dedi. Shuning bilan bu yerga Linchong darhol bir xattatni chaqirib buningga paloq xatidan birini yozg'izdi. Qarsan xatda Menki 8bek Ordiyasovning mashqovli Linchong xotinimni buningga anda qilmay ajrashdim deb yozdi. Ko'dingmi ma gap qaranglar. O'zi nim deyapti, yana 8bek Ordiyasovning mashqovli deyapti. Linchong amal mansabdan ayrilib, yuziga xat chiqarib palanib manga adam. Lekin Linchongning o'zining ko'ngilda bu texicha bir amaldor, texicha bu baylikdan voz kechmadi. Hech bilmayman. Yeni hazır palanıp mangan bilen bir neçə gündən keyin men keçirim qılnıma. Yeni kelib baş oradan işləymə deb qattiq işençlə oylatıdım Linchong. Endi qaranglarmız Linchongning müşəri ayaldan ajrashqini bu yerki Lin xonimni Govyanining qo'yniga etib bergan emasman sizlarcha. Bu yer bu ayalning Linchongning xonim ekanligini, shuningda ajrashqanligini hamma odam biladi. Onun bu ayal dedi, mening buyumni qepdi deb. Emaş buydu qalğan ayalning iyirdən ajrashib bir əgin təgnigi mümkünmü, asanmı? Hem de onun bu ayalga Govyanining ko'zi tushganligini hamma əks uqqan tursa, kim öz əmriga alalaydı bunu? Bu uçuqdan uçuq men ajrashib ketdim. Govyani maxotunsan qaldı, nim qilsam qil deganlik emasmi? Albatta o'zining nomini bo'lgan bo'lsa, o'zining xotini bo'lgan bo'lsa, ya bilir Sangjuga kesib bular birti bu yerda shunami? Linchongning boshdan oxir bu masalani Gavchuga aytmaslik, Gavchuning oldiga ma'lum qilmaslikki sabab o'z manfaati uchun ayoldan voz kechganligida. Lekin 5 yil ajrashib ketsa, salma yuz chidimidi, uning bir bahona topamidi. Navad undaq bo'lmasa, Linchong hargiz bunda qilmasdi. Endi bu Linchong ayoldan ajrashib ketsa, Govyani uşuğunun düşmemde şunlarmı ya? Korkmay kilip xalığını kılalaydı de bu. Boldi Linchong'un aklımağına kiçik valip bildiğen bir davli bu. Biyak adrışıp ketkenliken bu ağıcısı kılıç paydası yok. Linchong'un paydası var. Linchong bunu yaş Govyani'yi köstü batıdı, Gavchu'yu köstü batıdı adrışıp ketkenini. Şu Govyani'yi kilip bir pakısıp kansa, anonki muradığı yesse, anonki mening günahimdi mi? Boptu, hata qıptımızda bir keçir bassa, yeni kilip mensibimde oltırıyla versem, deb o'ylayotdim Linchong. Endi bu yalab etmenish jarayonida eli qorong'i o'rmon kirgan vaqtda buning xiyoli barbat bo'ldi. Mush yerda Lujishin kelib buni qutqizib olmagan bo'lsa, meningizdan qaytib chiqdi deyishlarmi? Endi mush yerda Linchongning yana bir pursti bor. Taq chiqdi deb taq chiqqasi buldi. O'zi taq chiqdi, xotinni yaxshi ko'rsa Lujishinga deb xotinni makaltirib bilib chiqqasi bulayli bitdi. Lekin Linchong bu yerda qanday qildi? Inim bularni o'ltaman. Bular meni Sangjuga apirvasun deb yeni kitib bardı. Berib ağcamdı deb buyum meni saqlavermisun dedi. Lujishim ochchig'ida undaq gap olmay yetkazolmayman deblar ketdi. Nemish bundoq deydi? Chunki Linchongning ko'nglida yeni umid bor manida. Qattiq umid var adamga Linchongchu. Yeni burniga yemidi, yeni tamoqurlik qilyotdi mana. O'z ko'nglida maqaqni Luyuxo avatdi. U memlan dushmanlashib qolgan uchun qo'rqib avatdi. Bu Govyanining Gavchuning ishi emas bu. Deb o'ylayotdi. Shu insonlar shuni qoshmidi bu yerda. Shu endi Sangjuga baray deyotdi. Endi oxirda hali qorliq cho'qqi dizabiyatki Luyuxoning gaplarini o'g'irlikcha anglab olgandan keyin uning kendinize umidi butunlay uzildi. Şunun bilan bu yerda tunji qatam o'g'ilvaldak ish qilib, mushlarni bir ochchig'ini chiqarib o'ltirib etib, anondan keyin Sayjin Xo'jamni qiyshiq berib, Liangshanga chiqib ketdi. Endi mushlardan kim qaranglar, bu yerda Sayjin Xo'jam buning bir xat qilib bergandan keyin, bu Liangshan ko'liga chiqqandan keyin, eliq chavganlarni Allohning bo'polgandan keyin bo'lsa, xotini akaltirmas bulutdi. Lujishin qadamda ukam ya kilon ma'dur mayada deb va yoki Sayjin Xo'jam qadamda desa xotini akalalaydi, lekin qildimi? Xotinni akaldimi bu? Endi xotin emas bu Lujishin qaranglar. Bu Lujishin bu yerda Linchong uchun jeni fido qilib 5 yilmi Yangshan ko'liga chiqibmi degan. Lekin bu yerda Linchong o'zi chiqib, nimishqa bu yerda Lujishinni taklif qilmaydi. Endi meyga chiqgan deb Lujishinni o'zim nimish chaqamaydi bu yerda Linchong. Shu chaqamaganlik uchun bu yerda Lujishinmi Yangshan ko'liga chiqib bo'lsin amal yo'q. Arlong teg'in tatib, Arlong to'g'ri chiqib ketdi. Qaranglar, men taklif qilib tushensanglar. Bu Linmashqal bu Linchong sizlar o'ylagandek uncha oliyjanob,
uncha oq ko'ngil kishi emas. Undaqda Linchong eng dastlab Yangshan ko'liga chiqqanda Wang Lun nimishqa uni qarşılamaydi? Nimishqa uni ep qilishni xohlamaydi? Sizlarcha buni biz ko'rgandek nihoyat bir oddiy sabab. Shu Wang Lunning ichi torligi tufayli shundaq bo'lganmidi bu ish? Filmning davomi qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Filmning uchib ketmaslik uchun bir dal yaxshi yurak bilan Pinglunning xo'ni unutib qolmanglar. Rahmat.